Assalomu alaykum. Men chiqyapman bu deyman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Aziz vatandoshlar, hammalarning shu vaqtinglar muborak, xayrli bo'lsin. Biraz texnikal narsalar, biraz avar qilib qo'ydim. Hurmatli qarindoshlar, menga yaxshi turgansizlar. Shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men yana bir qitim sizlar bilan yuz ko'rishganimdan intayin xo'shalman qarindoshlar. Bugün qarindoshlarımızga, aziz vatandoshlarımızga o'tgan bir ayning yağı bo'lgan ba'zi bir ishlar to'g'riliq, ba'zi bir voqealiklar to'g'riliq o'z ko'z qarashlarimni deyishdim burun men qarindoshlarımızga bir hikoya aytib bermoqchi. Ya hikoya rost bo'lgan hikoya. Shuning uchun agar ko'rayotgan qarindoshlar bo'lsa, mening ovozim bor deb sanlar bo'ldi. Bo'lmasa texnikal masala bo'lmasa men ketaverdim qarindoshlarimiz. Yil 1648-yili. Osmanlı'nın taxtida bir sarang podshohi, ya'ni nervisidan ketgan Deli İbrahim deydi. Sarang bir podshoh. Bu podshoh balkim Kösem Sultanning kinosini ko'rganlar bo'lsa, bu podshohni ko'rgan bo'lishinglar mumkin kinosida. Bu Deli podshohning avlodi bo'lmaydi taxtni davomlashtirish uchun. Shuning uchun Kösem Sultan onun anisi yani. Bu taxtning davomlashishi uchun shu saroyga nurg'unlagan qizlarni akildi. 300 dan ortiq qizlarning tug'anligi bayon qilinadi shu jarayonda. Shuning uchun hatta ularning ichida filmda bu ko'rsatildi 150 kiloluk işte bir kızlar var şunda semiz yani. Yani bir yerde demek çoğunun padişah sarang yani kallısından ketken ama devletinin beşidir. Bu devirde şu sarang padişahı Deli İbrahim'nin devrinde Sivas'ın bir valisi var. Sivas'ın valisi Varvar Ali Paşa degen adam Sivas'ta valilik kılıvatkan. Onundikin bu her padişahının şunda bir açık kelgen vaxtida yoki şunda bir huyu tutgan vaxtida berip her qaysi valilardan qarşılıq deb pul kesidi yani mundaq aytganda bizga pul vermemse deb kesidigan ish var. Şu an bu Deli İbrahim'nin adamları Sivas'ның valisi Varvar Ali Paşa'nın aldığı 30 ming kömüş sorap barıdı. Varvar Ali Paşa deydi biz de yenili devletke becimizni төлep bulduk. Şu an hazır Sivas'ta hiç qanday pul yok valiliğinin kolunda. Şu an ben beremeymen deb bularni yolga saldı. Bular ketgandan keyin bu Varvar Ali Paşa hem doğusunu bir qulqum tinjigandı deb tursa bu adamlar yeni kilodu. Ama bu qitim o'xshamaydigan bir talab bilan keldi. Talab nima? Anatoliyadagi askariy qo'mondonlardan birisi bo'lgan İspir Paşa degan adamning ayoli nayt chiroyliqmish. Shuning uchun Varvar Ali Paşa degan Sivasning valisidan İspir Paşa degan adamning ayolini, ya'ni qo'mondonning ayolini podshohga yetkazib berishini buyurdi. Buyurgandan keyin Varvar Ali Paşa buningga nayt ochiq keldi. Hatto turkchisiga men pezemek miyim degan gaplardan tortib tarixga yozilgan ashta deganligi. Ya'ni men bir qiz savdogarimi degan gap. Podshoh bo'lsa-mu, men qanday qilib bir musulmonning nikohlik ayolini yana bir odamga yo'llab bermay podshoh bo'lsa-mu, men buni qilmayman deydi. Degandan keyin bu podshohning avatga odamlari podshohga qaytib berib, Sivas valisi Varvar Ali Paşa'ning buyruqqa xiloflik qilganligi, ya'ni isyon ko'targanligini bildirdi. Shuning bilan bu İbrahim Deli İbrahim Sultan bu Varvar Ali Paşa'nın isyon ko'tardi deb podshohning buyruqiga qarshi chiqdi deb buni bostirish uchun askar avatdi. Avatgan askar kim o desanglar, uning o'zining ayolini so'ragan İspir Paşa'ni avatdi. Ve Sivas valisi ve Ali Varvar Paşa bir mezgil ilişkandan keyin teslim bulundu ve İspir Paşa onun kallasını aldı padişahının buyruguyla. Kallası elinişten burun Varvar Ali Paşa şunu deydi. Ulan deyyüz, men padişahı isyan ko'targan bo'lsam, senin ayolingning nomusini ve senin izzetini qo'dayman deb ko'tardim.
ulan D100 deydi ve kallası ilanıdı. Keyin İspir Paşa, bu isyanını bastırgan İspir Paşa hatta örlep padişahdan kalsa ikinci orungu çörleydi. En yukarı orungu. Sadrazamlık çıkıyordu yani. Ve sadrazam bulup hizmet kılıdı ve ki ölüdü qerip. Ama 370 yıldan keyinki bugünkü günde halk onu sadrazamlığı bilen emas, padişahdan kalsa ikinci adam, ikinci mühim adam buluş süpütüde kılan icraatları bilen emas, belki özünün ayalını qoğdaş üçün isyan köteygen adamның kallısını elip, hizmet göz düşer kılıp, sadrazam boğanlığı üçün halk onunla şunda bir lakam koydu. Lakami D100'ü Ekber. Yani D100'lerinin en uluğu, en çoğu. Dapşaklarının en çoğu degen gep. Ve bugün 370 yıldan keyin İspir Paşa'nı yine hem tarihçiler ve halk D100'ü Ekber dep hatırlaydı. Yani halkның koygan bu lakımı ta bugünküçe ölmeydi, turdu. Hem de bu hikayenin neymiş için anlattım. Qeyrindaşlar. Yakında biz davamlıq muhacirette bir muncha narsalar chiqadi, kun tartibga bir muncha narsalar keladi, ama biz qaysi narsaning muhimligini qarab qo'yib, nada chek basmaydigan narsalarning talash tortishini qilib ketamiz. WhatsApp so'zlashib, mung'ishib ketamiz. Amaliyotda oldingi oyda nihoyatda muhim bir narsa chiqdi. Ben bunu kim inkas qaytırdı, bunu kim hatta bunu aklaydı degan şekilde küz düşün. Özemli bir 25 gün chetki tartib qarab baqay. Bu to'g'risida kim inkas qaytırdı degan şekilde jimmida turdim. Bu nima deganda chiqqan narsa. Bizning Indigenous People'lar qurultayining 3 tane tweet'i chiqdi. 3 tane tweet'da deydi ki, biz Şinjanning mustaqilligi uchun kurash qilmadik. Şinjanning mustaqillik uchun kurash qilib baqmadik. Uningki hatta birsida bir chet ellik, bir amerikalik mustaqillik talab qilayotgan Uyg'ur tashkilotlari, Sharq Turkiston tashkilotlari deganda xatolashib qilib bizning Indigenous People'lar qurultayini sanab o'tib qoldi. 3-cü tweet bununla cevap qaytargan bo'lib, "Hey palancha efendim, please clarify, yani iniq bilib iniq qilib ki Dünya Uyghur Qurultayı Şinjanning mustaqilligi uchun harakat qilib baqmadi, kurash qilib baqmadi degan shaklda xato tushunib qolgan amerikalikqa tushuncha berish uchun yozilibdi yana bir tweet. Bunu ko'rgandan keyin bu 2012-yil aytilgan tweetga men 2012-yil Twitterni, 2013-yil Facebookni ishlatishni to'xtatgandim. Bo'lmasa ikkilisini 2006-2007-yil boshlagan. 2012 yıl Twitter'ın to'xtatib o'tkazgan, men ko'mab ekanman bunday bir tweetning aytilganini. Bu qitim bir qeyrindoshlarimiz buni chiqaribdi. Endi buningga qanday inkas qaytadi? Yani birinchi qalbimizga kelgan o'ylagan narsam mening 2018-yili Nuriy Turkiyalni yiliqi muxbir sizlar mustaqillik uchun kurash qilyapsizlar degan vaqtida, yo'q biz siyosiy avtonomiya uchun kurash qilib keldik degan vaqtida biz undan savol so'ragandik. Ama hozir bu tweetlarga qarab şunu tushundik ki Nuriy Turkiyal efendim amaliyotda rost gapni debdiki aviyada. Yani chin yurakdan chin so'zlar rost gapni qilib o'tib qolibdiki. Endi bu tweetlari chiqdi bularning. Chiqqandan keyin abay aytgan D100'e Ekber hikoyasidek buningmi bir D100 kerak buni aqlash uchun bizdan. D100'e Ekberdan birisi chiqib, bilasizlarmi har qitim bir hayırlık bir narsa içilgan vaqtida birileri çıkıp axlaydı. Ama bu kadar aniq biz Şinjanning mustaqilligi uchun kurash qilmadik degan bu kadar aniq narsani aqlash uchun D100'e Ekberdan birisi chiqish kerak, shunaqmi? Tweetlarga oxirsida aqlash uchun bizning Indigenous People'lar qurultayining mabutlardan, musatlardan birisi Fu Shishuning shogirdi chiqibdi. Ve bunu aqlig'i chiqibdi bu 3 tweetni. Davom qildik, bir to'qay quruq gapning boshqa bu yerda 3 tane nuqta var. Yani Fu Shishuning Xitoy shogirdining gaplarida. Birincisi itiraf qilish var. Yani shunday bir jumlani ishlatibdi.
inidi pul bergeçke, pul berip doğaşka, ularni inidi pul berip, o pulagan teşkilatlarını ramkıga yap koydu depti. Ya bu yerde biz hem nimdeyimiz yani günaydın demdok, esselamu aleyküm demdok, ya amitofu demdok, ya fuşi şu Hristiyan boğan ki halalu ya demdok. Nimeli desek değil ya ama ikinci cümle şu. Şavfu hoş geldin. Ya biz yıllardan beri davatkan gep bu şu. En iyi pulunu vergeçke müstakillik için küreş kırgızmaydı dağıtımız. Bunu itiraf kıpsa. Hem de ikincisi anadaki ahlaşkı ötüptü. Ahlaşkı ötken vaxtideki iki nokta var. Birinci nokta bularni ramkaga ap koysunmu bu indigenuslarni pul verip bular lobiychilik qilib qonun chiqaramish. Şavfonun gibi vücutkandı. Ben bir sual soray. Yani bugüngicha bir teşkilat biz lobiychilik qilib ma qonunni chiqardik diyelimdi. Yani bizden teşkilatlar lobiychilik qilib qonun chiqaramdi. Ya olmasa çetellikler ma vaziyat manda bo'ldi sizlar uchun qonun chiqarib beraylik deb chiqargan tayyorlagan qonunlarni ko'rib yiqinglar deb bergan vaqtida yutirib o'tamdi bizninkilar. 2009-yili yutib ketdi o. Ve hazır xalq biraz sərgək oğaşqa, qırğınçılıqdakın tişdi oğaşqa yutmaydigan boldu mu? Ya olmasa nöldən başlap manda qanun çıkarınlar deb lobiyçilik qilib qanunun asasını berip qanun çıqaralamdı bizden teşkilatlar. Bizden dedim yani bu indigenuslar. Şafunun deyişçe bile kanun çıkarmış. Ondan sonra 2009-yili çıkan kanun, yutib ketgan kanun. Onun iş çıkmadı bile kanun çıkaralsa. Algi üçüncüsü, lobiycilik qilib, irqiy qirg'inchilikni dunyoga tonutib etib demiş. Yani bu yerga bir amaliyotga qarab baqayli. Pompeo, Amerika'nın tashqi ishlar ministri Pompeo, bizning vatanimizda bo'layotgan ishni irqiy qirg'inchilik deganda, Kanada parlamenti bu irqiy qirg'inchilik deb to'nigan vaqtida bizning indigenuslar bu medeniyet qirg'inchiligiga qarshi medeniyet yili deb 2020-yilda medeniyet yili e'lon qilib usul o'ynashga tayyorlik qilayotganmidi, unday emasmidi? Yoki bo'lmasa qaysi parlamentga lobiychilik qilib, o lobiychilik bilan irqiy qirg'inchilikni to'nidi? Qaysi parlament? Kim ya? Gollandiya parlamentiga bizning indigenuslar lobiychilik qilib to'nitdimi? Ha, birisini dedi Fransiya parlamentimi, Yevropa parlamentimi? Bizden aktivist reis çıkıp dedi. Bu lobiyçilikning neticesinde irqiy qirg'inchilikni tonu deydi. Ama onun tekstini ben ekranda ko'rsatdim, bu yerda irqiy qirg'inchilik tonudik degan gap yo'q. Shuning uchun bizning Akbari Dayusning aqlash va ko'tarimchilik nimasi biraz amaliyotdan chetnab ketibdi demoqchiman. Shuning uchun endi bu uch narsa chiqqandan keyin, ya'ni hamma narsa, ya'ni mening shaxsan bu indigenous people'lar qurultayı to'g'riliq bu oxirgi nuqtamiz bo'ladi. Endi bu indigenous people'lar to'g'riliq bir narsa deyishning, so'zlashning hojati qolmaydi qarindoshlar. Chunki biz mustaqillik uchun kurash qilmadik. Hatto Xinjiangning mustaqilligi uchun kurash qilmadik. Ey Amerikalik, sen bizni xato tushunib qolsa, iniq qilib ol degan tweet. Agar buni 2012-yilda ko'rgan bo'lsam, men shu chiqqan vaqtida zaten bular to'g'riliq gaplarni qilib indigenous people'larni tushuntirib jumugan bo'lardim. Chunki niyatni oshkorlab bo'pti ekan. Burunda aytdim-ku, bular ya xoin ya do't deb. Hozir qarasam bular ham do't ham xoin ekan. Shuning uchun bu oxirgi nuqta bu yerda tugadi. Endi bu indigenuslarni ko'taradigan avtonomiya deb turib mustaqillik qilamiz ya yana bir to'qay quruq gaplar hammasiga partlab ketkish ko'tiranglarli deyishdim, boshqa gap endi ishlamaydi qarindoshlar. Shunga nurg'unlagan tashkilotlar buni diqqat beramiki deb qarab tursam, yana o'xshash muhim nuqtaga diqqat bermay boshqa nuqtalarga ketadigan ish bor. Bizda bu hodisa bek eg'ir. Shunga bu Fushishoning shogirdi orqali indigenuslar tashkilotini aqlamoqchi bo'lganiga mening javobim bo'lgan bo'lsin va bu indigenuslar qurultayı, yani bu indigenuslar qurultayı desekmi sharaf bo'ldi bularga, bu munofiqlar qurultayı to'g'riliq mening oxirgi gapim bu. Bu yerda tugdi yani. Davomli shu avtonomiyachilik yo'lonlig'i meninglar sarang desa ochiq keldi deb avtonomiyachi desak chanshimanglar.
Abdunumiyatçılar ve Xitaydan ağırlanmaydigan Şarkı Türkistanlıklar işçiden çıkan münafıklar işgalliganlarını nait eniq yazıp sizler oturuyorlar. Şuna bu ahirki gap, yani bunun dikin sizlerin tılga alsam, indigenizlar kurultayı emas, münafıklar kurultayı dep tılga alıman. Bu yerde tügüdü. Emdi yeni bir nokta menden bekçik uçurlar geldi, mesajlar geldi. Vatanga beriyotganlar to'g'riliq sizlar qanday qaraysizlar, siz qanday qaraysız degan noktada. Bununla kıskalı cevap vereyim arkadaşlar. Birincisi, vatanga qaytayotgan Uyg'urlar birinci bulup kimle qaytsin? Hazır Uyg'urlarning köp sanda vatanga qaytib berishi, bu Xitoyga viza og'zib, yalvarib, belqindaq divanidek, yılqındaq bicharidek şekilde numussuzlarca vatanga qaytishi. Birincisi, Pompeo'nun uyada bo'layotgan irqiy qirg'inchilik degan narsani keçirsizler sözümünü pok kılıdı şu. Şunun için qaytıdı. Parlamentlarının ötküzgen kararlarının hemmisinin aldıda Uygurlarının yüzünü, yani Uygurlarını bir yağancı kılış için qaytıdı. Bu ini. Ama qaytıvatkanlar kimler? Bular nimiş kılıdı bağında. Bu noktada dikkat vereyli. Birinci Türk'üm qaytıvatkan, ya birinci Türk'üm atanız kelgeller, Avustralya'dan ba, Melbourne'dan ba, Sydney'dan ba, birinci Türk'ümdekiler bular hemisi şu 2016-17'den tartıp Xitay bilan alakası var. Xitayning adamları. Birinci Türk'üm qaytıvatkanlar. Çünkü bir normal bir Uygur, yani normal emas da bir numussuz Uygur, ya vatanda qirg'inchilik bo'laversa, yani izzat atmay, shaxsiyatchilik qilib qaytaman deydigan bir Uygur, Xitaydan qo'rqaydi. Qaytishda bir xil taraddud qiladi. Qaytsam bo'larmi, qaytmasam bo'larmi deb. Bu tereddütsüz, bundan neslersiz birinci Türk'üm qaytqanlar ular Xitayning adamları. Bu iniq. Endi alı ketgandan keyin keynidan ergishib qaytadigan Uyg'urlar olsa, bu shaxsiyatchi, numussuz Uyg'urlar. Shaxsiyatchi, yani milyonlagan adam aşağıda qirg'inchilikka uchursa, bosqinchilik uchursa, shuni berib yana aşağıda men o'ynay olayman, aşağıda urug' tuqqanlarimni ko'ra olayman deb borganlar shaxsiyatchi. Ama bu bağın Xitayning birinci Türk'üm qaytgan Xitayning adamları bilan bu ikinci Türk'üm qaytgan shaxsiyatchi ve numussuzlarning qilgan o'rtaq bir ishi var. Nimish qildi bular bo'lsa, sizni ve meni yoki sizni ve bizni chaqadi Xitoyga. Şu sorunlarda o'taganda o'tgan 5-6 yilning yağı deyishgan gaplaringizni, namoyish to'g'riliq, vatan to'g'riliq deyishgan gaplaringizni berib Xitoyga chaqadi. Onu çakmay qaytib kelishi mümkün emas. Çünkü bu bağa vaqtida hemmisini kilesen bilen bir sözlüşümüzdeydi. Maqul deb bulup barıdı. O yerda so'ragan savolga beşine kedisi, dopisine kedisi beşini qo'shib ekegandek, bular dopisini deb berdiyse beshi emas, belidan qo'shib ustini deb beradigan odamlar barıdı yerga. Ve chaqidi. Bu aniq. Shuning uchun endi chet elda bu qirg'inchilik, bu qirg'inchilik bo'layotsa, biz vatanimizning oldida xalqimizga yuz kelmaymiz. Hozir basak mushumi to'g'rimi, bu ish xato degan milliy g'ururi, vijdoni va Uyg'urlar mavi ketganlar qaytib kelganda qanday qilasiz, ular qanday muomala tutasiz? Asli muhim narsa bu. Berib hammamizni chaqqili boradi va chaqidi. Qaytib kelganda qanday qilasiz? Yana voy falonchi kelibdi, vatanga berib kelibdi, mana vatandan qo'limizdan kelibdi, vatandan bijimizdan kelibdi deb yana ermash-chirmash bo'lamsiz yoki bo'lmasa arliq tashlamsiz. Chet eldagi muajiratdagi Sharqi Turkiston deydigan qirg'inchilikda odamlar o'lgani xato, bizning xalqimizdan qirg'in qilingani, Xitoyning vahshiyligi, bu bir jinoyat deydigan Uyg'urlarning tanlashi mush yerda aniq bo'lishi kerak. Bu vatanga berib kelganlar qaytib kelgan vaqtida dasturxonni silib, voy bunday qilsangiz, sizni mi chaqidi keyingi qitim shu dasturxonni deyishgan gapingiz uchun. Gapingizni apirib. Shunga mayli birinchi Türk'üm eng beshida avangard qaytganlar 2016'da 17-18'den tartib Xitoy bilan aloqasi var, qoyillar. Bunga ergishib qaytganlar olsa, apirib bizni chaqqilmanganlar. Şoňla qaytyp kelgende qanday muamele tutasiz? Bu sizdeki tanlaş. Onundan başka yeri hem de muhim emas üçün xalqarada bizning muajiratimiz ustuğu.
chet elliklar biz uchun ish qilamiz, kelinlisligi qonun chiqarib beraydi desa biz yuturaytimiz uni. Chet elliklar mana erkiy qirg'inchilik deb tonayli kelinlar desa ya madaniyat qirg'inchiligi bu usul o'ymasak bo'lmaydi deymiz. Onundan chet elliklar bu erkiy qirg'inchilikni meyada bo'g'ini manda Xitoyni jazolash kerak desa, guldirgib pan vatanga qopapmaymiz. O anandaki en içinişleri, en gururluk, en vicdanlıklarımız mı? Vatanga ketkenler qaytib kelsa, sep tuzuşup uyimizga chaqirishga aldırap gitimiz. Yani Uygurlar yoki Sharq Turkistonliklar Xitoydan qutulaman desa, qarindoshlar, aldı bilan o'zining huyini o'zgartish kerak, mohiyatini. Ko'k bayroqni vatanga qadig'anda qaytimiz. Biz ko'k bayroqni ilib qaytimiz deganlar bir tarafga ayrilish kerak. Mundaq keldi ketdi qag'ashning suyini chiqardiganlar bilan hem siyosiy lam emas, tashkiliy lam emas, ijtimoiy munosabatlarni kesish kerak, ayrilish kerak. Bo'lmasa ijtimoiy sorunda siyosat, siyosiy sorunda ijtimoiy to'y-to'kin bilan nazarchiroq da'voning asosiy belgilgüç sorunu bo'ladi. Teşkilatның işçide sözleşilgen gapning hammasi qata joyda sözleşiladi. Ondan ki u yerdan mundaq berib kelganligini sirtqi ishtirdigan bir mexanizm bo'lmagandan keyin teşkilatның işçide bo'linayotgan gap. Albatta teşkilatның işçide mümkinde Xitoyning adami va teşkilatlari bor. U yerdan mu ham qata joydan mu vatanga mangayverdi ve bu da'vo shuning uchun mangmaydi chet elda. Bunun hem de en akırkı bir cümle bilen bugünkü gibimle tüytey qarindoshlar qisqalib olsun. Mavu Tuğluq Hamid qarindishimizdan bir gibi var o. Dünya Uyghur Qurultayıga kirganlik Xitoy Kompartiyasiga kirganlik deb bu jiqdaydi. Men mushu gipiga bir aniqlama berib qo'yay. Ba'zi ovozlarni anglagan birisi bo'lish bütün bilan. Yani Dünya Uyghur Qurultayıga kirganlik Jungo Kompartiyasi kirganlik degan gap Tuğluqning gap emas. Bu Tuğluq tutulgan Dünya Uyghur Qurultayining qurg'uvchilaridan birisi ve bayonotchisi Sharq Turkiston surgunlik hukumati qurilgan vaqtida bir haftadan keyin Beyjingdagi Xitoylar bilan birlikda, Beyjingdagi Xitoy hukumatining bayonotchisi bilan birlikda bu bizning munofiqlar qurultayining bayonotchisi birlikda bir kunda ikkisi bayonot berib Sharq Turkiston surgunlik hukumati Uyg'urlarga vakillik qilmaydi degan desinglardimi? Ashu bayonotchisi bo'lgan, Tuğluq tutulgan Shvetsiyadagi Dilshod Rishitning gibi. Yani Dilshod Rishit Tuğluqqa deydi-ki, "Fukam bu Dünya Uyghur Qurultayiga kirganlik amaliyotda Jungo Kompartiyasiga kirganlik. Bu yerdagi odamlar en ishchidagi, en markazdagilar hammasi Kompartiya, Jungo Kompartiyasiga ishlaydi." degan gapni Dilshod Rishit degan. Ha, agarda bizning munofiqlar qurultayining aktivist raislari yoki xoin raislari chiqib, Dilyar Musabayning degan bu gapi yag'an desa desin, men ovozlarni qo'yib beray. Tamam? Shunga qarindoshlar, bugungi programma ya bugungi video mushayichi bo'lsin. Amalla Alloh amonat. Vatanga qaytib ketganlar, qaytib chet elga qaytib kelgan vaqtida qanday muomala tutisizlar bu bek muhim. Onundan keyin bu Deyuz Akbarga o'xshash bizning Amitofot Deyuz Xitoy chiqib, bu 3 bitni axlag'ili chiqibdi. Uning javobimiz mushu bo'lsin. Hammanglar Alloh amonat. Inshaalloh Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun keskin qadamimiz bilan minishga davom qildiganlar biz bu yilgi kepinimizni kiyib chiqqan, biz ya o'limiz ya Sharqiy Turkistonni mustaqil qilamiz. Bu yo'lda mangayveramiz. Bunda chegaraning ichilishi, yepilishi va yoki Xitoylarning shogirdlari orqali bu davoni realistin chiqaraman deyishlari ular bizga ishlamaslik kerak va ishlamaydi qarindoshlar. Shunga hammanglar Alloh amonat. İnşallah hammamizga Sharqiy Turkistonning tuproqning vatan suygusini versin Allah ve Sharqiy Turkistonning mustaqilligicha dadil mangadigan, hatta mal mulkimizni, jinimizni ato qiladigan, hamma nimamizdan kessakmi vatan mustaqilligidan kechmaydigan bir irodani bersin inshaalloh. Amallar Alloh amanat qarindoshlar.